Bugun sizlar bilan 2022-yilda tashkil topib, qisqa vaqt ichida yil brendi eng yaxshi nodavlat oliygoh deya tan olingan University of Business and Science oliygohi bilan yaqindan tanishib, bu yerda yaratilgan imkoniyatlarni sizga ham ulashishga harakat qilamiz. Universitetimiz hali juda yosh, shunday bo'lsa-da, o'qish sifati va talabchanligi yuqori darajada. Qanday qilib bunday natijalarga erishilmoqda? O'quv ishlari bo'yicha prorektorimizdan so'rab ko'ramiz. Haqiqatan ham universitetimiz yosh oliy ta'lim muassasalaridan hisoblanadi. Shunga qaramasdan qisqa vaqt ichida ta'lim sifatini yuqori ko'rsatkichlarga erishish bo'yicha bir qancha yutuqlarga erishilgan. Bu yutuqlarga erishishda bir qancha omillar ta'sir ko'rsatgan deb aytish mumkin. Birinchidan, universitet tashkil etilgan paytdan boshlab ta'lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy xalqaro standartlar asosida yo'lga qo'yishga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, o'quv dasturlari mehnat bozori talablari va zamonaviy kasbiy kompetensiyalarni hisobga olgan holatda ishlab chiqilgan. Ikkinchidan, ta'lim jarayonida nazariy bilimlar bilan birgalikda amaliy mashg'ulotlarga katta e'tibor berilmoqda. Talabalar amaliy ko'nikmalarini laboratoriya mashg'ulotlari, amaliy mashg'ulotlari hamda malakaviy amaliyotlar orqali rivojlantirmoqdalar. Uchinchi omil esa universitetda professor o'qituvchilar tarkibini shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratiladi. Professor o'qituvchilarni o'quv jarayoniga jalb etish bilan birgalikda o'z sohalarida ko'p yillik samarali mehnat faoliyatiga ega bo'lgan tajribali ekspertlarni ham jalb etiladi. O'quv jarayonlarini amaliyotga yo'naltirish maqsadida universitetimizda barcha fakultetlarida yetarli shart-sharoitlar yaratilgan. Xususan, filologiya fakulteti tasarrufida logopedik markaz, ingliz tilini intensiv o'rganishga ixtisoslashgan o'quv-xonalari tashkil qilingan. Shuningdek, tibbiyot fakultetida anatomik simulятsion xonalar, anatomik mulyaj, stomatologik mulyaj xonalari tashkil etilgan. Bundan tashqari mazkur fakultetda kimyo va biologiya laboratoriyalari ham o'z faoliyatini olib boradi. Iqtisodiyot fakultetida soliq siyosati va amaliyot markazi, bank va moliya xizmatlari markazi, buxgalteriya hisob va audit studiyasi, makroiqtisodiy tadqiqot markazi, statistik tahlil laboratoriyalari tashkil etilgan. Darsdan tashqari ilmiy ish qilishni xohlovchi talabalar juda ko'p. Universitetimizda ilmiy ishga yo'naltirishda ko'proq nimalarga ahamiyat qaratilmoqda? Bu haqida ilmiy ishlar bo'yicha prorektorimizdan so'rab bilib olamiz. Bizni universitetimiz asosan amaliyotga yo'naltirilgan oliy ta'lim tashkiloti hisoblanadi. Shuning uchun biz o'quv jarayonlarida talabalarimizga ilmiy tadqiqot olib borish ko'nikmalarini shakllantirib boramiz. Sabab, talabalarimiz bu dargohni tamomlagandan so'ng ish beruvchi tashkilot korxonalarda ishlayotganda o'sha joydagi biznes loyihalarini to'g'ri anglashi, chuqur tahlil qilishi juda muhim hisoblanadi. Buning uchun o'quv dasturlarimizga va o'quv jarayonlarimizdagi metodikalarimizga turli xil muammoli ta'limlarni, case study'larni va ilmiy yangiliklarni muntazam kiritib boramiz. Endi mana shu yuqoridagi kabi metodikalar va dasturlar asosida ta'lim olgan talabalarimiz darsdan bo'sh vaqtlarida professor o'qituvchilarimiz bilan kafedralarda tashkil etilgan ilmiy tadqiqot markazlarida, fan to'garaklarida mustaqil holatda ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanishadi. Biz bu borada talabalarimizni turli xil startup loyihalarini qo'llab-quvvatlaymiz. Ularga uslubiy, metodik jihatdan yordam beramiz. Talabalarimizni bu xatti-harakatlarini, maqsadlarini, intilishlarini moddiy va ma'naviy tomondan qo'llab-quvvatlab boramiz. Bugungi kunda universitetimizda qanday loyihalar va intellektual o'yinlar, sport musobaqalari tashkil etilmoqda va ular qanday rag'batlantirilmoqda? Bu haqida ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektorimizdan so'rab ko'ramiz. Bugungi kunda universitetimizda talabalar uchun juda ko'p qiziqarli loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan talabalar o'rtasida brering, zakovat, debat, quvnoqlar va zukkolar o'yinlari tashkil etilmoqda. O'z navbatida mana bu musobaqalarni, intellektual o'yinlarni rag'batlantirish
borasida aynan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. G'olib bo'lgan talabalarni, iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekistondagi ko'zga ko'ringan qadamjolarga bepul sayohatlarni tashkil etmoqdamiz. Qolaversa, biz bilan hamkorlik qilgan universitetlarga, xalqaro maydondagi universitetlarga qisqa muddatli stajirovkalarga ham jo'natmoqdamiz. Bizning asosiy maqsadimiz aynan talabalarimiz nafaqat bilimda, qolaversa ma'naviy sohalarda ham o'zlarini ko'rsata olish imkoniyatini yaratib berishdir. Ular kelajakda lider kadr bo'lib yetishlari uchun biz barcha imkoniyatlarimizni yaratishda davom etamiz. Aynan UBSni tanlashimga sabab bu yerda yaratilayotgan keng imkoniyatlar hamda professor o'qituvchilarning dars o'tishi. Bu yerda yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, yanada o'zimni rivojlantirishga harakat qilyapman va yaqinda bo'lib o'tgan Miss UBS ko'rik tanlovida final bosqichiga chiqishga muvaffaq bo'ldim. Rostini ayting, UBSni tanlaganingizdan hech afsuslanganmisiz? Yo'q, albatta, UBSni tanlaganimdan hech qachon afsusda emasman. Chunki UBSga kelibman, o'z iste'dodimni namoyon qila oldim katta sahnada. Nafaqat o'z iste'dod, balki o'quv darslarida ham murakkab bilimlarni o'rganib, hayotda o'z faoliyatimda qo'llab kelmoqdaman. Ayni vaqtda iqtisodiyot fakulteti yetakchisiman va tengdoshlarim bilan liderlar jamoasini tashkil etganmiz. Hozirda yanada yuksalishga harakat qilmoqdamiz. Universitetga kirmoqchi bo'lgan, qaror qilish oldida turgan abituriyentlarga nima degan bo'lar edingiz? Keyingi kelayotgan abituriyentlarga shuni ayta olamanki, o'zingizni ko'rsatishingiz uchun katta jamoaga, katta hayotga qo'yiladigan mukammal qadamni aynan UBS universiteti sizlarga taqdim etadi. Universitetimiz hali juda yosh, lekin shu qisqa vaqtda bilim olish, izlanish va kelajakka ishonch bilan qarash mumkinligi isbotlanmoqda.